Hozirda rivojlanayotgan sun'iy intellekt yo'nalishi va avvaldan eng muhim bo'lgan kiber xavfsizlik yo'nalishida eng universal dasturlash tili qaysi? Statistik ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda sun'iy intellekt sohasida eng ko'p ishlatilgan dasturlash tili bu Java, ikkinchi o'rinda Python, uchinchi o'rinda C++, to'rtta R, 5-o'rinda esa Julia dasturlash tili hisoblanadi. Bu statistik ma'lumotda 2025-yilda kiber xavfsizlik yo'nalishida eng ko'p ishlatilgan top 10 ta dasturlash tili keltirilgan. Keyingi 5-10 yilda ham sun'iy intellekt va kiber xavfsizlik sohalarida o'z ahamiyatini yo'qotmaydigan bitta eng muhim dasturlash tili qaysi? Javob Python. Va bu yerda sun'iy intellekt nega aynan Python ekanligini ma'lum bir sabablarni keltirib bergan. Bu yerda esa 4 ta dasturlash tilining ikkita sohadagi muhim o'rni, ya'ni qaysi sohada rivojlanyapti, qaysinisi esa pastga tushayotganini keltirib ko'rsatgan. Ko'rishimiz mumkin, ikkala sohada ham jadal rivojlanayotgan yagona dasturlash tili bu Python.